Bu darvoza bulutga yetyapti-yu. Kim zakaz qildi buni? Assalomu alaykum. Sizga ham bulutga yetadigan darvozalar kerak bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu yerda baland va past razmerlardagi darvozalarni yasab berish xizmatlari bor. Vodiylik usta akalarimiz tomonidan Surxondaryo bo'yicha sifatli va chiroyli darvozalar yasab berish xizmatini aynan bugun siz uchun taqdim etamiz. Bu darvozalarimizda sifatlari, narxlari va qanaqa mahsulotlardan yasaladi. Videolarda to'liq ko'rasiz. Agar yoqsa narxlari, pastdagi nomerlarga shundoq qo'ng'iroq qilib zakaz qilishingiz mumkin. Zakazlaringiz qisqa vaqt ichida sifatli darajada yetkazib beriladi. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Shoh bekatining orqa tomoni. Bilasizlar, 4-5 oy oldin bu akamiz bilan ish boshlaganmiz. Mana shu yerda 2-3 dona darvozalar bor edi. Xudo xohlasa, sizlarga davomiy bo'lish uchun har oy chiqarib boramiz. Ma'qul kelsa, albatta siz foydalanib qolasiz. Bir dona bu videoga like bosib, bizni kuzatib boring. Biz esa videomizni boshladik. Umid aka, shu darvozaga siz qiziqib qoldingiz deb o'ylayman. O'ylaymanki, obunachilar ham bu darvozamizga qiziqib qolishadi. Hop, bu gigant darvozamiz razmeri 380 eniga, bo'yi 520 gigant darvoza bo'lib chiqqan. Hop, materialiga keladigan bo'lsak, hop, yondonlari 8 ga 6, 2,5 stenada bo'lgan. Oltiga o'tirlari 1,5 stena. Hop, qaralikda bo'lib, listlari 1-2 shtampovli listlarda bo'lgan. Qarang, bu общий summada qanchaga bitgan? Bu xonadongami yoki biron zavodgami? Bir akamiz xonadonga. Ya, mashalloh. Uni qarang, xonadon. Darvozaxona shuncha baland bo'lsa, endi uyda tasavvur qilaverasizlar. Faqat to'ylar bo'lsin xonadonlariga. Aytganingiz, sen qanchaga bitgan endi? Buni общий summasi 13 million 200 mingga kelishib. 13 million 200. Agarda kvadratiga pastroq, masalan, mana shu birinchi yarmi 3 metr, 3,5 metr qilsa, kvadrati 700 mingdan. Shunday. Bo'ladi, zo'r. Keyingi darvozamizga o'tamiz. Bu ham pechatlis, ya'ni shtampovka. Shtampovli variantdan chiqqan bu ham. Aha. Bu nechiga necha? 3,5 ga 380 bo'lgan bu variantimiz. Setkali variant, ya'ni shamol aylanishi uchun. Shunday. Buni ham materiallari 8 ga 6si 2 stenada bo'lgan. Oltiga turlari 1-2 da, listlari ham 1-2 da bo'lgan. Tagi shiveler bo'ladi, 8 ga 4. Shu holatda tayyorlab berilgan. Bu endi nech pulga bitgan endi общий summasi? Xo'p, bu общий summasi 8,5 million shunday bo'lgan. Zo'r. Zakazlar necha kunlarda ora-orada ma'lumot berib o'tib ketamiz. Necha kunda yetkazib berilyapti zakaz olgandan keyin? Shtampovka variantlarimiz 10 kun, 15 kun atrofida olib borib o'rnatib berilyapti. Agar yo'q bizga qalinroq bo'lsin desalar, listdan qilishsa, qalinroq listda 1,8 2 listda bo'ladigan bo'lsa, 20 kun, 25 kun atrofida olib borib o'rnatib beryapmiz. Agarda srochno bir to'ylar bo'lib qoladigan bo'lsa ham, imkon qadar harakatini qilasiz. Tezlashtirib beramiz. Bo'ladi. Keyingi darvozamiz. Bu darvozamiz hop 3,5 ga 360 bo'lgan. Bu necha pullik varianti? Bu ham shu 700 mi? Bu ham kvadrati 700 mingdan chiqqan. Hop, bu 8 million 100 ming shunday chiqqan shu. Zo'r. Mana o'rtoqlar, qarang. Hozir biz sizlarga puli qulayroq shtampovka listdan bo'lganlar. Keyinchalik mana bu tomonda, ya'ni qalin listlardan bo'lganlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu darvozamizni necha puldan bitkazganmiz? Bu ham necha pullik variant? 650 ming variant. 650 ming, arzonroq variant. Arzonroq variantda chiqqan bu. 360 ga 330. Yaxshi. Hop, bu darvozamizga keladigan bo'lsak, nerjevekali bo'lgan. Hop. 375 ga 380 bo'lgan darvozamiz. Hop, nerjevekalar bilan chiroyli qilib bezaklar bilan qo'yib berganmiz. Bu qora nerjaveka qo'yilgan ekan? Bunga qora nerjaveka foydalangan. Nerjaveka necha xili bor? Nikel bor, qora bor. Yaltiroq, sariq, gold rangi bor. Bu necha puldan kvadrati bitgan? Hop, bu darvozamiz ham 700 mingdan. Agarda tepasini mana bunaqa rishotka, gulli rishotka emasda list qilsa ham shu 700 dan bo'ladimi? Shunday, bir xil hammasi. Bir xil o'zgarmaydi. Zo'r. Bu tomonda o'rtoqlar mana zakazlar qilinyapti. Tagi, ramkasi mana shiveler. Qolgan 3 ta tomoni profil. Agar xohlasangiz 4 tomonni ham shiveler qilib berish xizmatlari bor ekan bularda. Kim agar mana shunaqa darvozalar zakaz qilmoqchi bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Telegram, WhatsApp bor. Xonadoningizga borib o'lchov olish,
yana bitgandan keyin olib borib o'rnatib berish, barcha xizmatlar shu kelishilgan summani ichida bo'ladi. Endi hozir aytilayotgan summalardan yana o'tar qaytar joy bo'lar ekan. Akalarimiz aytayapti, shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Darvozalardan tashqari darvozaxonalarni oldi tomoniga, quyosh tegadigan joylarga mana bunaqa kaziroklar yasab berish xizmatlari ham bor ekan. Kaziroklarimiz kvadratiga qarab kelishiladi. Ustiga profil bo'lsa profil yoki profnasil bo'lsa profnasil, leksan desangiz leksan ham qo'yib berish xizmatlari bor. Hop, mana bu darvozamiz yaqinda kraskadan chiqqan. Hop, bu chechen fason deb nomlangan bu fasonda. Hop, bu 1.8 da chiqqan. Materiallar 1.8 da bo'lgan, listlari 1.8, olti ko'turlari 1.8 da bo'lgan. Hop, buni kvadrati 1.450.000 shu atrofida chiqadi. Bu Dvayno, ya? Ha, bu ikki qavatli shumizatsiya qilingan. Bu qora bayir bo'libdi-da, ha? Albatta. Buni qarang, o'rtalariga oq nikel qo'ygandan keyin menimcha juda chiroyli bo'lsa kerak. Yanada chiroyli chiqadi. Mana shunga misol mana tikka turgan darvozamiz. Bu qayerga zakaz olingan? Bu Denovga zakaz olingan. Denovlik akalarimiz. Mana kletkasi oldida, yonida turibdi. Mana u ham kraska qilingan. Xohlasangiz tashqari, xohlasangiz ichkari ochiladi. Bular ham shtampovka nima, ya? Dvayno. Ha, bu ham ikki qavatli Dvayno utopnilar qilingan. Chechen fason. Bu ikki tomonida nimalari ham bor ekan. Obnalishkalari bilan tayyorlangan. 40 santimetrmi, 35 mi? 35 santimetrdan chiqqan. Eniga 360 ga 380 bo'lib bitgan. Obnalishkadan tashqari. Obnalishkadan tashqari. Obnalishka devorda turadi. Ha, shunday. Buni kvadrati 1.450.000 dan chiqarib berilgan. Xo'p, 19.800.000 ga tayyorlangan. Mana shu. Necha kunda bitdi mana shu zakaz? Mana shu zakazimiz egalarniki xudo xolasa bir 15-kun bo'layapti, olib borib o'rnatsak. Xudo xolasa ertalardan o'rnatiladi, chunki o'rtoqlar, bu darvozalarimiz bizni kutib turuvdi va sizlarga mana shu qilingan ishlarni ko'rsatish uchun, katalog bo'lishi uchun bizni kutib turishgan. Ertadan xudo xolasa mana shu egalar kuzatib turgan bo'lsa, darvozalar borib boshlaydi. O'z uylariga yetkazib beriladi, xudo xolasa. Bu darvozamiz ham shtampovka. Albatta, bu darvozamiz ham shu shtampovka variantda chiqqan. Nerjavikalardan foydalanganmiz, qora nerjavikalardan. Taglari shivillar, yonlari 8 ga 6, ikkisitagina bo'lgan. Olti ko'turlari shu 1.2 da bo'lgan. Listlari ham shu 1.2 qalinlikda bo'lgan. Necha pulga bitgan bu endi? Bu darvozamiz 9.400.000 ga bitgan. Kvadrati 700 mi? Buni kvadrati 700.000. Mana shuni arzonroq ham qilsa bo'ladimi? Qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Yo'q, endi masalan arzonroq deganim materiallar yo'qolashib boradi-ya. Ha, arzonroq qilinadigan bo'lsa, shu materiallar yo'qolashib boradi. Kraskalariga qancha garantiyasi bor? Kraskasiga xudo xolasa 5 yil garantiya beryapmiz. Mabodo zamoklari bir defekt chiqib qolsa yoki biror narsa bo'lsa nima bo'ladi? Unga ham chorasini ko'rib almashtirib beramiz. Maslahatini qilasiz. Endi bolalar o'ynab sindirib qo'ysa unga javob berilmaydi. Mabodo bir brak chiqib qolsa, bir hafta 10 kun ichiga unga bir telefon qilsalaringiz bo'ladi. Bu mana o'rtoqlar gold svetdagi nerjavika urilgan. Ha, bir o'ziga bu ham shtampovka. Nerjavikalar bilan foydalanilgan. Mana asosan Surxondaryo iqlimi issiq bo'lgani uchun darvozaxonalar dimiqib qolmasligi sabab tepasiga mana shunaqa reshotka qildirishadi. Ko'p kishi mana bunda ham reshotka, bunda ham, narigida ham, ko'pida reshotka mana shunaqa baland darvozalarga. Ham yengil bo'ladi. Bu ham 700, ha? Ha, bu darvozamiz ham shu 700.000 dan chiqqan. Profillari qalinlar bo'lgan. Nechiga nech? Bu darvozamiz 3.5 ga 397 bo'lib razmer olingan. Qancha bitdi? Bu darvozamiz 8.700.000 ga bitgan, tayyorlangan. Zo'r. Kimga agar o'rtoqlar darvozaxonalari razmeri necha bo'lsa, uni biz bilmaymiz. Aytilgan kvadratda o'zingizda necha kvadrat chiqsa hisoblab olaverasiz. Bu yerda yasalgan darvozalarni men talablaringga binoan narxlarini ham, summasini aytib o'tib ketdim. Sizlarga maslahatim, o'zim shu narsani ko'rganman. 1-2 so'm puliga qiynalmasalaringiz, shundoq atrofini bo'lmasa ham tagini shivillar qilib qo'yingizlar. Agarda endi profil bilan shivillarda ozgina, endi oti dunyo bo'lmaydi, ozgina raziyasi bo'ladi. Shivillar qilib qo'ysangiz, xudo xolasa ko'p yil xizmat qiladi. Agarda profil qiladigan bo'lsangiz, mana bu qozig'i bo'ladi o'rtasida. O'shani bunday o'tkazib qo'yganda, mabodo teshilsa, o'sha joydan suv kirib,
chirib boshlaydi. Bularda ko'rib turibman, profillarda unaqa teshilmaganda shunoq shivillardan, ya'ni ugolnikdan qo'yishgan ekan, bu ham yaxshi. Lekin shivillar qilsangiz texnika o'tadi, boshqa bo'ladi, zo'r. Keluvchilarga manzilda eslatib o'tib ketaman. Sho'rchi sentri Shoh bekatning orqa tomoni. Qisqacha ma'lumot va topib kelishingiz oson bo'ladi. Yoki pastdagi nomerga aloqaga chiqasiz. Telegram, WhatsApp bor. Bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali ham aloqaga chiqish mumkin. Rahmat e'tibor uchun. Bir dona like bosib, bu videoni darvoza olishni niyat qilib yurgan do'stlaringizga shuni uzatib qo'yasizlar. Rahmat.